Navbatdagi Cobalt avtomobilimizni premium klassda to'liq shumoizolyatsiya qilib, mana tayyor holatga keltirdik. Yana bir qancha navrotlar ham qilganmiz, hammasini ko'rsatib obzor qilib beramiz. Cardinal brendi ostida München sideni chexollarini ham taqib qo'yganmiz. Bular ham premium klassdagi sideni chexolli hisoblanadi. Original Premier komplektatsiyadagi Malibu 2 barlarni ham o'rnatib berganmiz. Besprovодной zaryadkalari bor komplektida. Ruchnoy tormoz original ovozsiz Premier richak. Parandalar bigushi platali hamda birizoviy podsvetka qilingan ko'rib turibsizlar. 3 tala knopkasida ham podsvetkasi birizoviy bo'lgan holatda turibdi. Hamda Porsche dizaynidagi rullarni o'rnatib, kruz kontrolini aktivatsiya qilib, multimedialarni ham ulab ishlatib berganmiz. Orqa lipistoklariga signal, dalnigat qiladiganlar hammasi ulab ishlatib qo'yilgan komplekt ishlaydi. Undan tashqari bu avtomobilimizning torpedka qismlarini ham kojinli qilib berganmiz. Aurora kojidan ishlatilgan choklarni qora qilib, torpedkaning ikkita tepa qismini kojinli qilib qo'yganmiz. Pelitashga qilingan, qirilib chizilib ketmaydi hamda quyoshdan atrajat qilmaydi ko'ziga. Eshik yapishkalarni ham kojinli qilib berganmiz. Komplekt bo'lgan materialchasi ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Akoprintlari ham matga qilingan holatda juda ham chiroyli bir-biriga kombinatsiya bo'lib ketgan. Magnetofon ramkalarining turishini qaranglar, pechkalari, deflektorlari, полный salon komplekt. Matya akopprint qilib berganmiz. Teksturasi juda ham chiroyli holatda turibdi. Undan tashqari TS video registrator hamda TS monitorlarni ham o'rnatib berganmiz. Zadniy kameralar original Full HD bo'ladi. Bittada mana ikkita kamera ishlaydi. Registratorda va monitorimizda ishlaydigan qilib o'rnatib qo'yganmiz. Hamda Neoline brendidan antirradarlarni ham ustunovka qilib berganmiz. Start stop original vatanlik o'rnatilgan. 223 Mercedes dvornikdan o'rnatib berganmiz. Dvornik o'zidan suv sepadi, artishi juda ham sifatli. Ko'rasizlar, yumshoq artadi. Hamda trekkerni oyna bloklarini vakuum datchikdan o'rnatib berganmiz. Eshikni ochsa ochiladi, yopgansiz yopilib beradi. Xohlasa. Oldi orqa emblemani qora qilib berganmiz. Bu Midnight qora Cobaltimizda. Oldi ablisovkalarni ham almashtirib berganmiz. Cherry ablisovka deyiladi. Qaranglar, juda ham chiroyli yuz beradi. Xullas, tayyor holatda. Xizmatlarimizdan navrotlar narxi qiziq bo'lsa, telefon orqali murojaat qilsanglar, narxlari haqida ma'lumot beramiz. Inshaalloh chiroyli qilib kelishtirib, ishlarni bitirib beramiz. Bizdan kuzatib boringlar, Max Tuningdan uzolashmang.